Navbatdagi zakasimiz tayyor bo'ldi. Assalomu alaykum Arlon So'rli obunachilari, navbatdagi zakasimiz tayyor bo'ldi. Bu so'rini hozir hadimman obzor qilaveramanmi? Hozir shu so'rini yasagan katta usta obzor qilib beradi. Marhamat, ko'ringlar. Assalomu alaykum Arlon So'rli obunachilari. Navbatdagi zakasimiz tayyor bo'ldi. 2,5 ga 3. Oldi yopiq so'ri bo'lib. Bu mana masalan qo'llari shtonda yasalgan. Narxiga kelsa 5 million 200 ming so'm. Mana ayaklari sinor. Ayaklari sinor. Besvetniy rang berilgan. Taxtalari ham toza, tiniq. Ichiga qora sepilgan naqshlarni qaranglar sizlar buni. Mana yozlar kelyapti, issiqlar kelyapti. Mana mashina olib turib sizlar ham bunday yo'llarga ko'rpa to'shak solib o'zlarini ham yo'qsalarini bo'laveradi. Mana oldi yopiqda qanaqamiz bo'lamanglar mana. Sizlar boyalari ham bor o'zini. Mana qo'llar bilan yasab beraveramiz. Mana yaxshi. Qanaqa yosh bolalar borlar uchun ham juda udobni ekanda usta. Ha, yosh bolalar uchun. Tushib ketmas ekanda yosh bolalar. Mayka birini qo'yib bersalaring, mashina ichida aylanib yuraveradi. Mana mashinalarda agar xohlasalar unchalik ketadisalar, mashinalar polni dilali ham qilib beraveramiz. Ha, polni atroflarini dalali qilib yopib ham berishaverar ekan. Shunaqami? Ha, besvetni har xil ranglar bor, aytgan ranglaringni tayyorlab beraveramiz. Xohlagan ranglarni sepib berilaveradi. Ha, xohlagan ranglarni sepilaveradi. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Shu usta uchun like tayyorlaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.